Qirg'iziston tashqi qarzini bir kunda to'lashi mumkin. Sadir Japarov. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakat tashqi qarzini bir kunda to'lashi mumkinligini aytdi. Bu haqda prezident nutqiga tayanib 24.k ga xabar berdi. Japarov mamlakat iqtisodiyoti barqaror o'sib borayotgani, tashqi qarz hajmi esa sezilarli darajada kamayganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, 2020-yilda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotining 54% ni tashkil etgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich taxminan 25%. Iqtisodiyot uchun hech qanday xavf yo'q. Biz tashqi qarzni bir kunda to'lashimiz mumkin, lekin bu manfaatli emas. Foizlar yuqori bo'ladi. Jarimalar nazarda tutilgan. 2035-yilga borib biz ilgari olingan kreditlar bilan muammosiz hisob-kitob qilamiz, dedi Sadir Japarov. Qirg'izistonning oltin valyuta zaxiralari 8,5 milliard dollardan oshadi. 5 yil oldin ular 2 milliard dollardan sal ko'proq edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonning umumiy davlat qarzi 8,6 milliard dollarni tashkil etadi. Shundan qariyb 5,2 milliard dollari tashqi qarzlarga to'g'ri keladi. Rossiyada 2026-yildan migrantlar uchun yangi cheklovlar kiritilmoqda. Rossiyada 2026-yildan boshlab migrantlarga alkogol va tamaki savdosida ishlash taqiqlanadi. Ularning qurilishda ishtirok etish ulushi ham kamayadi. Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin tegishli qarorni imzoladi. Yangi qoidalarga ko'ra, ish beruvchilar xorijiy mutaxassislar sonini hududiy va tarmoq bo'yicha belgilangan cheklovlarga moslashtirish shart. Hukumat bozorlarda va ko'chma savdo nuqtalarida chakana savdoga xorijiy fuqarolarni jalb etish bo'yicha taqiqni saqlab qoldi. Shuningdek, dorixonalarda dori vositalari savdosida ham chet elliklar ishlashiga ruxsat berilmaydi. Yo'lovchi va yuk tashish sohalarida mehnat migrantlarining ulushi ushbu tarmoqlardagi umumiy ishchi kuchi ehtiyojining 24% dan oshmasligi kerak. Qurilish sohasida hukumat cheklovni 80% dan 50% gacha qisqartirdi. Sabzavot yetishtirishda 50% dan 40% gacha. O'rmon xo'jaligi va yog'ochni qayta ishlashda ham 50% dan 40% gacha kamaytirdi. Agar kompaniyada migrant ishchilar soni belgilangan limitlardan oshib ketsa, xodimlarning bir qismi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. Agar kompaniyada xorijiy xodimlarning ulushi ruxsat etilgan foizdan oshsa, ish beruvchi ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Mansabdor shaxslarga 45 ming rubldan 50 ming rublgacha, yuridik shaxslarga 800 ming rubldan 1 million rublgacha jarima yoki 14 kundan 90 kungacha faoliyatni to'xtatib turish belgilanadi. Iqtisodiyotning ayrim sektorlarida mehnat muhojirlari ulushini cheklash rossiyaliklarni ish bilan ta'minlash uchun ustunlikni saqlash zarurati bilan bog'liq. Bu juda oqilona qaror, chunki mehnat muhojirlari mahalliy ishchilarga raqobat yaratadi. Biroq ushbu choraklar qanchalik samarali ekanini faqat 2026-yil oxiriga borib baholash mumkin bo'ladi. O'shanda rossiyaliklar aynan cheklovlar joriy etilgan sohalarda ishlashga qanchalik tayyor ekani ayon bo'ladi, deydi Rossiya hukumat huzuridagi Moliya universiteti professori Aleksandr Safonov. Rossiya Ukraina energetikasini yakson qilmoqda. Qish Ukraina uchun eng xavfli qurolga aylanishi mumkin. 2025-yildagi qishning sovug'i Ukraina uchun eng xavfli qurollardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Niderlandiya parlamentida so'zlagan nutqida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, energetika xavfsizligi masalasiga to'xtalgan Zelenskiy, Moskva sovuq ob-havoni ukrainaliklarning odatiy hayotiga qarshi ishlatishga urinayotganini ta'kidlagan. Shu bois bo'shashmaslik va faqat diplomatiyaga suyanib qolmaslik juda muhim. Biz havo hujumidan mudofaa tizimlarimizni mustahkamlashimiz, o'zimizni himoya qilish qobiliyatimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Shuningdek, Ukraina rahbari Niderlandiyaga Kiyevga taqdim etilgan Patriot zenit raketa majmualari, F-16 qiruvchi samolyotlari hamda boshqa ko'maklar uchun minnatdorlik bildirgan. So'nggi paytlarda Ukraina rasmiylari portlashlardan keyin elektr va issiqlik ta'minotida uzilishlar kuzatilayotgani haqida bir necha bor xabar bergan. Jumladan Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko 13-dekabr kuni mamlakatda 1 milliondan ortiq abonent elektr ta'minotsiz qolganini ma'lum qilgan.
Shundan so'ng Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainadagi harbiy sanoat majmuasi va energetika obyektlariga Rossiya hududidagi fuqarolik obyektlariga qilingan Ukraina tomonidan amalga oshirilgan terroristik hujumlarga javoban zarbalar berilganini bildirgan. Rossiya Mudofaa vazirligi zarbalar faqat Ukrainadagi harbiy va energetika obyektlari hamda ular bilan bog'liq infratuzilmalarga berilayotganini bir necha bor ta'kidlagan. Zelenskiy agar Rossiya tomoni ham bu qadamni qo'llab-quvvatlasa, Ukraina energetik sulhga tayyor ekanini bildirgan. Kreml bunga javoban Moskva vaqtinchalik sulh emas, balki barqaror, kafolatlangan va uzoq muddatli tinchlikka intilayotganini ma'lum qilgan. Tramp 39 ta davlat fuqarolari uchun AQShga kirishni chekladi. AQSh prezidenti Donald Tramp sayohatga to'liq yoki qisman cheklovlar qo'llanilgan davlatlar ro'yxatini 39 taga kengaytiruvchi farmonni imzoladi. Bu haqda Oq uy ma'lumotiga tayanib CNN xabar berdi. Dastlab ushbu ro'yxatda 19 ta davlat bor edi. Farmonga ko'ra to'liq sayohat taqiqi qo'llanadigan davlatlar soni 7 taga oshdi. Ularga Laos, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger, Janubiy Sudan va Suriya kiradi. Laos va Sierra Leone avval qisman cheklovlar ostida bo'lgan. Shuningdek, qisman cheklovlar joriy etiladigan yana 15 ta davlat ro'yxatga kiritildi. Dekabr oyi boshida AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem Tramp ma'muriyatiga ro'yxatni 30-32 ta davlatgacha kengaytirishni tavsiya qilgan edi. Ro'yxatga kiritilgan davlatlar fuqarolari AQShga sayohat qilishda cheklovlarga duch keladi. Oq uyga ko'ra ushbu mamlakatlar tekshiruv, saralash va axborot almashish tizimlarida jiddiy kamchiliklarga ega. Farmon shuningdek Falastin ma'muriyati tomonidan berilgan sayohat hujjatlariga ega shaxslarga nisbatan ham cheklovlar joriy etadi. Shu bilan birga Turkmaniston fuqarolari uchun no-immigrant vizalarga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Biroq turkman fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha cheklovlar saqlanib qoladi. Davlatlar ro'yxatining kengaytirilishi Tramp ma'muriyati immigratsiyaga qarshi choralarni kuchaytirayotgan bir paytda e'lon qilindi. Bu choralar Washingtonda yuz bergan otishma oqibatida Milliy gvardiyaning bir a'zosi halok bo'lib, yana biri og'ir yaralangani bilan izohlanmoqda. Mazkur hujum Afg'onistonlik migrant tomonidan sodir etilgan edi.